Do'stlar, juda ham qiziq video chiqdi. Sizlar tirs obunani bosasizlar, tirs like ni bosasizlar. Qani bo'lmasam boshladik. Salom do'stlar. Mana sizlar 20 ta obunachi yig'ib edinglar va men Minecraft haqida videoni chiqaryapman. Birinchi javob men nima qilaman? Qo'yni o'ldiraman, chopaman. Bu safar asosiy maqsadim qishloqqa. Shuncha ozgina ovqat. Menga nima kerak? Men shu kulli yaxshi ko'raman. Qo'yni chopamiz. Qacha. Bu safar mana shu daraxtni chopamiz endi. Yo'q, sho'yo. Rupas tugamiz. Yetarli obuna chiqib edinglar. Shunga men Minecraft 1 da chiqaryapman. Выживание birinchi. Survival ya'ni. Omon qolish. O'zbekcha gapiramiz. Sayyohlarga borib ko'ramiz. Agar savanada qishloqlar ko'p bo'ladi, ardiyatgan. Kiramiz. Bizda yotoq ham nima o'lmaydi bo'ladi. Uchta junimiz bor va biz. Voy, yana tekizliklar. Qashdan qishloq topsam, lekin videoni tugatmasdik. Ozgina kuchayardik. Agar hozir qishloq topib qo'ysak, 20 minutlik, 10 minutlik video bo'ladi hozir. Agar qishloq topib qo'ysak. Yo'qlarda yo'q, buni qishloq. Xo'sh, ozgina sekin yo'qqa qaraymiz. Bu yoqda yo'q bo'lishi mumkin qolgan. Ovqat nima qilyapti? Qo'ring. Yana qo'y, lekin qo'y kerak emas. Hoppa. Nimaga qishloq chiqmayapti? Qishloq ham tezroq chiqsa edi. Qashqa qishloq topish oson bo'lsa-da. Million blok yurasizlar. Yana qishloq chiqadimi yo'q bilmaysizlar. Lekin shu tekisliklarda paydo bo'lish ehtimoli kattaroq. Mana qish qilgan. Tegarayo'q. Yo, voy. Qanday omad bu? Katta qishloq topganimizda zo'r bo'lardi. Menga mos uy bo'lsa ham. Shuncha qishloq bo'ladimi hozir? 2 uyda. Bitta uy tepa deb kesibdi. 2 uy bo'lsa, lekin shunaqa asabim bo'ladi, hamma kattaroq ekan. Mana qishloq bor. Bularda yashab qolamiz. Yashash uchun joy bor. Temir ham bor. Menga nima kerak? Hozir yo'qlar ko'ramiz. O'zimiz yo'qdanamiz. Bo'lmaydi. Bitta uy yo'q ekan demak, o'zimizga teparoqda uy quramiz. Keyingi qismda albatta. Kalender ursam shunday qilmaymiz-mi? Kalender qo'yaylik. Bo'ldi. Bu uyam bo'lmaydi. Yo'qlar ko'rish ozgina. Yo'q. Bu qishloqda olmadim kelmagan. Regeneratsiya bilan. Uçmasam sağını etrafını gözü çözemedi. Şeker kalmış. Ne çok. Las şu tip oralarda öyle kurarız. Albatta keyingi qismda. Hech qanaqa mod ishlatganim ham yo'q. O'zinglar ko'rdinglar. Men shunchaki omadim juda ham keldi. Voy, daraxtlar chopamiz.
videomuzun boshlanishini tayyorlayapmiz. Bu qismda, keyingi qismda full display ancha qism chiqishi mumkin agar sizlar topshiriqlarni aytgan topshiriqlarni bajarsanglar. Men boshida aytib o'tganman. Fundamentni qo'yib beramiz endi. Kerak. Ko'raylik shu o'zi tekizlash kerak. 10 minutlik video bo'ladi hech bo'lmasa. Montaj kerak emas menimcha. Kerak. Rotatsiya yaxshi bo'lsa. Uyam olmaydi bu. Uyimiz nima bu? To'nka bu. Xo'sh. Mana shu yoqlarda bo'lsa uyim zo'r bo'lardi. Hamma qarasa bo'lardi. Endi survivalni boshlaymiz. Survival. Ajoyib. Yo'q, manzarani buzing demayapti, o'y. Pastga yo'l qilamiz. Yo'q, qishloqlar chiqishimiz. Buni o'rniga lift quramiz. Lift zo'rni qurish kerak. Restoranda xaridor. Ashtlarda bo'lsa yo'l zo'r bo'lardi. Buni shart qilish kerak. Ozgina tekislansa bo'ladi. Nimaga qisqa video qilyapsan deyishinglar mumkin, chunki sizlar obunachi yig'asizlar ekan, bilib qoldim. Haligi futbol edit yoqdimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Shortlarim yoqyapti. Har bitta videoni men sizlarga o'sha shortsda shart etaman. O'sha shartni bajarsanglar yangi video chiqaveradi. Agar bir ikkinchi qism bo'lsa, sizlarga shart aytaman. Level 2 ham chiqishi mumkin. Yaqin kunlarda. Green olish kerak. Obunachi qanchaga yig'asizlar do'stlar? Shunda boshida 14 ta obunachi. Hozir qarasa 29 ta 28 ta qoldi. Молодец, как shuncha oldi. Men zerikdim bitta göstereyim. Shuni qo'yib turib bel turak deyman. Shu yozish kerak. Zo'r narsa o'ylab qoldim. Yana bu Minecraft hardcore ham chiqishi mumkin. Aytgan vazifalar bajarsanglar albatta, eshiklar to'g'rilaymiz. Ana shuncha yo'l bo'lsa kerak. Bo'ldi, ana joyda yer. Keyingi qismda uy quramiz do'stlar. Keyingi qismda chiqishim bor. Qolsalar videoni boshida aytilgan shartlarga yurasizlar bo'ladi. Like obuna. Sizlar tezroq o'ylanglar. Chunki men bunaqa videoni birinchi marta chiqarishim Minecraft haqida. Bir marta oladi inshoot harfiy qilib o'chirib yubordi. Bo'ldi, ana. Bo'ldi. Video shu joyda tugaydi.